Hürmetli vatandaşlık siyenin devamı. Endiliksiz bu haber Cungo'nun özünün torbiyetinde kanda ilan kılındı. Şuna dikkat kılısız vatandaşı. Bugün çiğ 2021 yıl 3. ayının 4. günü vatandaş. En avval o'ylashadigan ishlar qatoriga kirgizildi mavzu. Amerika dokladida Uyg'uriston masalasini Jungo bilan o'tkazadigan savdo suhbatiga elib kirdi. Mavzuli xabar 3. ayning 3. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. O'xshash mazmun biz yuqorida sizlarga Wall ko'chasida Amerikada e'lon qilingan xabarlar qismini anglatdik. Endilikda Xitoyning Dovitor beti bu to'g'rida qanday anlatdi mavzuni ko'rdingiz. En avval o'ylashadigan ishlar qatoriga kirgizildi. Amerika dokladida Uyg'uriston masalasini Jungo bilan o'tkazadigan savdo suhbatiga elib kirdi. Bundaq baştan kichik mavzu, bunun qo'yilgan kichik mavzu yaqindan beri Uyg'uriston, Xinjiang masalasi xalqaro jamiyat keng diqqat qiladigan masalaga aylandi. Biz boshda to'xtaldik vatandosh. Keng diqqat qiladigan masalaga aylandi. Prezident Joe Biden hükümeti tunji qatimliq iqtisodiy tijorat dokladida Uyg'uristonda Xinjiangda majburiy emgakka qo'l emgagi masalasi mavjudligini aybladi. Hamda bu masalani hal qilishda eng avval o'ylashadigan masala qatoriga kirgizdi. Demak, hozir Joe Biden hükümeti Uyg'uriston masalasini qullo emgagini majburlashni hozir eng avval o'ylashadigan masala qatoriga kirgizdi. Kichik mavzu tugadendi vatandosh. Amerika savdo vakili ishxonasi 3. ayning 1. kuni Amerika Davlat Majlisiga yillik savdo doklati topshirdi. Doklatda Prezident Biden hükümeti Joe Biden hükümeti barliq vositalarni qo'llanib, Beijingning adolatsiz savdo harakatlariga qarshi Doklatda mundaq ko'rsatildi. Amerika taraf Jungo Uyg'uristonda, Xinjiangda Uyg'urlarning majburiy emgak selish masalasini avval o'ylashadigan ishlar qatoriga kirgizib, xalqaro ittifoqdoshlar bilan birlikda Jungoga taqobil turdi. Növbette Prezident Joe Biden hükümeti Jungoga qaratgan savdo siyosatini atrofli tekshirmoqda. Uzundan beri Jungo to'g'risida bosh g'ayri qarashda bo'lib kelgan Amerika ovozining to'rbitida munda xabar qilindi. Bu Prezident Joe Biden hükümetining tunji qatimliq savdo tartiblari doklatidir. Jungo to'g'risida to'xtalganda bu doklatda mundaq ko'rsatildi. Prezident Joe Biden hükümet umumiylik strategik siyosat tuzib, Jungo tahdidiga va Jungoning adolatsiz savdo harakatlariga taqobil turdi. Jumladan aqliy mulkni o'g'irlash, texnik o'tinib berishga majburlash va sanoat mahsulotlariga pul qo'shib berish qatorliqlar. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Amerikada aqliy iqtidor davlat bexatarligi komiteti o'xshash bir kunda Davlat Majlisiga doklad topshirib, Amerikaning AI texnikasini taraqqiy qildirib, Jungo bilan qarshilashish, jumladan 5 burjaklik bino aqliy iqtidorni kelgusi harbiy qurol-yarog'lar tadqiqot planiga kirgizishga haydakchilik qildi. Jungoning mustamlikasi Uyg'uriston siyosati, ya'ni Xinjiang siyosati izchil gumonlanishga, amaliyotda ayblashga uchrab, irqiy Xitoy siyosati deb belgilandi deydi Xitoyning o'zining to'rbeti, Dovitor beti vatandoshlar. Men yuqorida analiz, muhokama shaklidagi Amerika Qo'shma Shtatlari bir og'iz gap qilsa Jungo to'xtaydi degan misol keltirib, tipik holda ayni vaqtdagi sobiq prezident Reagan apandining Germaniyada so'zlagan nutqini tilga oldim. O'rinni unutib qolgan edim, hozir keltirib qo'yay vatandosh. Brandenburg ko'chasi. Germaniyaning Brandenburg ko'chasida shu nutqni so'zladi. Butun Yevropa o'zgarib ketdi. Zamonga solishtirib qo'ygan vatandosh. O'rinni o'ringa solishtirib qo'ygan. Germaniya bu Yevropa, yana G'arbiy Yevropadagi ish. Bugün Uyghur meselesi Asya Xitoy hükümranlığıdaki, yani Xitoyning
Müstemlik hükümranlığı işideki iş. İkisi iki nokta. Lekin dünyanın G'arbiy yarımşar ve Sharqiy yarımşar aynı vaqtda Germaniyada prezident Reagan bir eg'iz gap bilan Yevropani zilzilaga soldi deylik. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq bir eg'iz gapni qiladigan Uyg'urlar masalasi to'g'risida vaqt yetib keldi. Yani mening demoqchi bo'lganim kishilik huquqi oyat Amerika Davlat Majlisi, Amerika siyosiy yo'llari, Amerikaning arboblari yani axloqiy nuqtadan, diniy e'tiqod nuqtadan to'xtamay o'tirib qo'yib keldi Uyg'ur masalasini. Minglarcha rahmat vatandoshim, mening bu yerda ko'zda tutayotganim keskin bir og'iz so'z yoki keskin. Sen Xitoyni tantiradigan, Xitoyni oldirib qo'yadigan, Xitoyni cho'chitadigan keskin bir jumla so'z. O'tirib qo'yish mumkinmi yo'qmi? Men orliqda bir qatam aytdim, hurmatli vatandoshim, nima dedim? Nima dedik? Dünyada tinchlik saqlash qismlari degan qismlar bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ega bo'lishi kerak buningga. Mushu darajada odam o'lyapti. Hozir odamni uning farzandlarini bulang-talang qilyapti bir hukmron millat Xitoy. Mushu ahvolda bir millat g'oyib bo'lyapti izdiraksiz. Bir millat och qo'yib o'ltirilyapti jazo lagerida. Bir millatning mazlum qizil xalagancha ayağa qilinayotdi jazo lagerida. Mushunda ahvolda insoniyat uchun yani nima kerak? Nimani kutib turish kerak? Ben mana shu nuqtada Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı bir og'iz gap qilsalar. Boshqa davlatlar nima qila oladi? Lekin ularning to'yimaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı bir og'iz gap qilsalar, bu ishni yig'ib olay Xitoy desalar, Xitoy shing'ishadi to'xtab qoladi vatandoshlar. Biz mushkullarni kutyapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining keskin harakat qiladigan, keskin bir ishga jumla so'zlaydigan daqiqalarni kutyapmiz. Alloh Amerika Qo'shma Shtatlariga madad bersin. Alloh kuch bersin Amerika Qo'shma Shtatlariga. Bugun ko'rdingiz, hozir butun dunyoda ikkilar desa, biri Xitoyning tashqi ishlar ministrligi qo'g'dinosh doirasida. Dunyo jamoat fikri ve qo'lliq gazetlar ve matbuotlar, masalan BBC, CNN degandek gazetlar, matbuotlar hozir Xitoyning bu erkiy qirg'inchiligini, Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatini to'xtamay pash qilyapti. Bu yerda mush faoliyatlar elib berayotgan va mush xalqaro matbuotlarni paket bilan, material bilan ta'minlab berayotgan Uyg'urning xonim qizlarga Allohdan kuvvet ve kuch tilayman vatandaşlarım. Ularga Allah salomatlik ato qil, kuch ato qil. Hozir Turkiyada namoyish qilayotgan Uyg'urlarga Allah kuch ato qil, salomatlik ato qil. Allah hozir bu millat butun dunyoga ham Xudo oldiga ham G'arblik Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarga ham nido qilyapti. Dardini aytyapti. Hozir Uyg'uristonda yuz bergan qatlam ve fojia, bir millatning halokati ve fojia, bir millat tugayapti, yer sharida tugayapti, o'chayapti. Uning farzandlarini Xitoy o'lkalariga ekitib, hatto Xitoy tejimallariga mi cho'ridak qilib beryapti, qo'l qilib beryapti. Bir millatni mushu darajada haqorat qilyapti. Xitoyning bunda kuchi yo'q. Xitoyning bundaq obrazi yo'q. Chunki uning nochi bo'lib turayotgani Uyg'urning qo'lida hech nima yo'q. Uyg'ur huquqsiz, Uyg'ur ko'zsiz, Uyg'ur yar yo'laksiz. Shuning uchun Xitoy bo'zaq qilyapti. Xitoy nochi dunyoga o'zini nochi ko'rsatyapti. Hozir dunyoga nochi ko'rsiz, nochilikning obrazini Uyg'urlarga zulm sitam salish, zulm sitam qilish bilan o'zini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Xitoyning maqsadi shu, o'zini tonitib qo'ymoqchi bo'lyapti. Shunglashqa biz Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining, navbatdagi prezident Joe Biden hukumatining keskin bir ishga jumla yoki shu ishga jumla so'zga muvofiq holda keskin bir harakat qo'llanishini tamam talep qilamiz. Uyg'urlar biz shuni talep qilamiz. Men dedim boshda tinchlik saqlash qismlari bor.
Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı muşunu kılalaydığı ming afsus. Hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komiteti'nin valisi Barçilet Hanım Ürümçi'ye tekşürüşke baralmayıvatı. Sebep nerede? Sebepnin mentakısı nerede? Dünya. Bu sebepnin mentakısı yan nerede? Angliyanın Taşkı İşler Ministeri nayeti çıraylık etti. Yani ismini unutup kaldım keçirenler. Yani çıraylık etti o. Kişinin karşı turuşu turmaslığı çünkü onun kubul kılışı kubul kılmaslığını koy. Mecburi kirisen Birleşken Devletler Teşkilatı Şinjan'ga Uyguristan'a tekşürüşke mecburi kirişin gerek dedi o. Yeterlik o. Angliya mı dünyadaki iki kudretli devletin birisi o. Avvalo Amerika'da Angliya o. Muşundaq ahvalda biz xalqaro cemiyetten talep kıldığımız Uygurlar tinchlik saqlash qismlari kirish kerak Uyg'uristonga. Mushu talabimiz mushu.